Assalomu alaykum. Agromas mini traktorlar do'koniga 11:05 dodalar yetib keldi. Unda obzorni boshladik. Farlar LED, avarinkalar bilan jihozlangan. Akkumulyator dinamo orqali zaryad oladi. Yoqilg'isi Salarka, nagruzkada 2 litr, xalosi holatda esa 1 litrgacha rasxod qiladi. Hop, 11:05 original motor, 18 ot kuchiga ega. Hop, bu yerga ham motorini o'ziga qo'yib yozilgan holatda bo'ladi. Hop, balon razmerlariga keladigan bo'lsak, old balon razmerlari 6 ga 12, orqa balon razmerlari esa 750 ga 16. Hop, traktorimizni bemalol 60-70 agatlarga moslab kengaytirib toraytirsangiz bo'ladi. Yana bir e'tiborli jihati, hop, traktorimizning orqa tarafi ozgina o'zgarishlar bor, ya'ni sep reduktorga ulanmagan. Umuman undan ajralib, traktor o'zida alohida sep o'rnatilgan holatda kelgan. Buning ustun jihati, ya'ni reduktorga nagruzka kelmaydi, sinib ketib qolish holatlari ancha kamayadi. Hop, yana bir e'tiborli jihati, zavodskoy o'zining silindrlari bilan yetib kelgan bu safar. Oldiga jatka o'rnatsangiz, bemalol o'zining silindrlari yana qo'shimcha sotib olib o'tirmaysiz. Hop, suv datchik, motochas, moy datchiklari bor. Tormozlash sistemalari ikkita, ya'ni bittasini alohida ikkita balonniki. Bemalol bittasini bosib, aylanib yoki loyga botib qolganda bittasini to'xtatib tormozlab turib chiqib ketsangiz bo'ladi. O'zining boshqa blokirovka tizimlari bor. Понижний повешение 6 ta skorost. Ikkita silindrni ko'tarib tushadigan richaklari. Rollari mexanika, lekin gidravlikadan umuman qolishadigan joyi yo'q, yumshoq. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million. Pastki nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda boshqa traktorlar, motobloklar hammasi bizning do'konimizda bor. Bemalol kelib, eng arzon va sifatli tovarlar olib ketishingiz mumkin.